Yo bismillah. Qani. Suvsizlikdan piyozlarni men ham kattasini yulib olaman deb maqtangan. Bunaqa maydalar ham bor lekin. Tojikistondagi safarimiz davom etadi. Xumsangirdamiz. Hozircha Tojikistondagi piyozlarimizni savdo hamkorimiz mana shu aka Shuhrat aka kelavering. Yaxshimisiz? Yana salomatmisiz? Salomatligisiz. Kattasidan yuldim, hammasi bunaqa katta emas. Mana shu akamiz Xumsangirda bizni savdo hamkorimiz hisoblanadi. Telefon raqamlarini ham qo'yamiz. Bizni Vesagro korxonamizni piyoz urug'lari masalasida Shuhrat akamiz bilan bemalol bog'lanishlaringiz mumkin. Shuhrat akaning bitta yaxshi tomoni, o'zlarining do'konlari bor, magazinlari bor. Urug'ni savdosidan tashqari mana bu yerdagi dehqonlarga maslahat ham berasiz. Maslahat ham berib turamiz. O'tlarga qarshi gerbisidlar, zamburug'li kasallikka qarshi fungisidlar, hasharotlarga qarshi insektisidlar maslahat ham berasiz. O'sha tavsiya berib turamiz. Qaysi payt amofoz berasan, machain qaysi payt, azot qaysi payt. Shu o'g'itlarni o'zi vaqt soati bilan ham vaqt bo'shagan paytda kelib ko'rib ketamiz. Ha. Kelib ko'rib ketib aytamiz falon narsani yo o'zimiz do'konda o'ziga shu mahsulotga kerakli narsasini tayyorlab beramiz. Oshiqchasi emas. O'zi me'yori bilan vaqt soatida shu narsasini tayyorlab beramiz. Shu vaqt soatida beriladi. Ishlovlari. 23-mart 2026-yil bu piyozni maqtangani kattasidan yulib oldim. Hammasi bunaqa katta emas, maydaroqlari ham bor. Nimaga? Hali sug'orilmagan ekan. Bu yerdagi dehqonlarimiz Botir adashmasam. Botir ukamiz ozgina hijolat bo'ldilar videoga chiqqani, shuning uchun Shuhrat akamizni o'zlari bilan ozgina suhbat qilamiz. Sababi Shuhrat akaning tavsiyalari bilan bo'lar ekan baribir. O'zlari qaysi payt nimani ber deyishgan bo'lsa, shunaqa deb aytdi. Berganmiz deb aytishdi. Shuhrat aka piyozlar bizda Surxondaryoda juda katta qismi 90% dan oshig'i ko'chat uslubida, ko'chatda ekiladi. Sizlarda 90% dan oshig'i sepma variant ekan. Bu qachon ekilgan? Bular shu 10-15 sentyabr oylarida sepilganda bular hammasi. Bizda ko'chat bo'lmaydi. Misol mana sizlarda Surxondaryolarda ko'chat qilishadi yo oktyabr oylarida. Oktyabr oylarida ko'chat qilib maqsad tayyorlab. Bular hammasi sepma 10-dan to 15-20 sentyabrga ekilgan qo'l bilan sepilgan. Sog'lar. Gektarga necha kilo ekasizlar aka? Gektarga endi bu 9 kilo sepgan. Ko'p dehqonlar 8 kilo sepgan, yana yagona qilgan. Bu yagona qilmagan. Ha, bir xil joy qalin, bir xil joy siyrakroq. Qalin. Endi mana misol mana yagona qilsa, hozir siz aytganingizdek agar suv ichganda ko'rsatamiz, mayli. Mana misol suv ichganda hozir shular suv ichganda yo siyrakroq bo'lganda agar yagona qilganimizda. Hozir mumkin bular piyoladan katta 70 siz aytganingizdek 70-80% o'sha piyolada hozir dehqonlarimiz bir xil bor, o'sha 90% tayyor 10 kundan keyin teradi shu piyoz shu o'rog'dan. Endi bu sal qalinroq ekilgani uchun nima? Maydaroqlari ham ko'proq, maydasi ham ko'p, ham bu suv ichmagan. Masalan, mana zamburug' kasallardan jel deydi bizga. Shu jel kasallar namchilikka ko'payadi u kasal. Mana bu gerbisiddan stress ko'ryapman men. Nima degan? Bu gerbisid guval sepgan, mana o'tni quritish uchun. Bu dehqon 5 gram sepgan, endi bir xili mana ko'proq sepgan yo shu apparat joy ko'p ishlatib o'rgan shu tomonga. Shu holatda shunday bo'lib qolgan bular. Hali Jumaboy aka dalasi ham aytib o'tdim. Qattiq stress bergandan keyin Shuhrat aka bu piyozlar mana bu tanasidagi so'ki bor, suvi, nami. Suvi ketgandan keyin bu ana bu bizda bulut deydi. O'zi perinasporoz, zamburug'li kasallik, o'shanday kasallikka moyilligi oshib ketib qoladi buni. Qattiq stress olgandan keyin tana silabilashgandan keyin nozik bo'lib, chidamsiz bo'lib qoladi-da. Tana noziklashadi, kuchsiz bo'lib qoladi. Kuchsiz bo'lgandan keyin aynan kasalliklarga aynan muddao bo'lib qoladi. Iloji boricha bunaqa tavsiyamiz bargidan unaqa qattiq stress berib Jumaboy aka hali buni orqaga qaytaraman deb ham shunaqa qilib yurgan ekan. Shunga spesialni dorisi bor. Bu endi bugun havo ochildi, 1-2 kundan yomg'irdi. Bu uchun nima agrobiyoximda fitosporin degan dorisi bor. Stressga, keyin mana bu fungisid tarkibida fungisid bu zamburug' kasallarga, shularga dorisi bor. Endi bugun havo ochilgan, mumkin ertaga indin bu narsani biz tayyorlaymiz. Ham buni lechit qiladi. Bu barg maqsad qolmaydi. Siz aytgandek o'sha bu bejon bo'lib tamom bo'lmaydi. Buni dorisi bor, fitosporin degan. Qoraytirib rivojlantiradi. Bironta element, bironta element qo'shib beramiz. Mikroelementlarni. Bular yana davom ettirib boradi o'zining nimasida. Endi O'zbekistonda bo'lganda o'zim zo'r simulyatorlarda stressdan chiqaradigan
preparatlarni tavsiya qilardim. Afsuski bu yerda Tojikistonda sharoitdan kelib chiqib Shuhrat akam o'zlari tavsiya qiladi. Bularda o'zida bor, mavjud bo'lgan ozuqalardan, stimulyatorlardan tavsiya qilamiz. Jumaboy akani ayrim dalasida piyozlar katta-katta bo'lib qolgan. Eski piyozlarni narxi arzon, xabaringiz bor. Nima deb o'ylaysiz? Hozir bu piyozlarni shoshib chiqarganimiz qanchalik qiziqroq? Ba'zi bir dehqonlar ataylabdan kechga tortyapti. Shu munosabat bilan bular sug'ormasdan kechga tortyaptimi? Yo'q, bular sug'ormasdan emas. Bular aslovnoy bular pishtiradi hali. Bular hammasi tashqariga chiqib ketayotgan yuklarda bular. Eksportga chiqib ketayotgan yuklar bular hammasi. Bular hammasi 99% maqsad nima bo'ladi? Tayyor bo'ladi. Bular shoshilish nimadanki, mana bu havo mart oylarida havo tez yog'ib turadi. Mana kasal, mana shu jel kasali deydi bizda. Shu fungisidni urib turish uchun masalan havo tez yomg'ir yog'ib turadi. Shu holatda bular suvga nima qilmaydiki, namchilikdan shu kasal ko'payadi. Ko'payib, maqsad quritadi. U bir kecha, bir sutkada uradi, quritadi, boshqa u rivojlamaydi, qoladi. Shu uchun besuvdan ishlatib, shuni nima qilib ishlatib turadi fungisidni. Demak, haligi zamburug'lik kasallik rivojlanib ketmasligi uchun o'shani ishlov qilib, ana shuning uchun, ana shu sababi uchun sug'ormayapti hozir. Lekin buni pishiradigan, endi men to'g'risi sizlarda tushunmayman, agrotexnikasi qanaqa nima qilinadi? Bizda sug'oriladi, uni hozir ahamiyati yo'q. Dori sepiladi. Bizda o'zi mana kun qizdi, 20 gradusdan baland bo'lyapti. Endi maqsad gektariga 200 kilo 150 kilo bir martaga slitra beradi. Slitra berib suvlaydi. 2 sutka suvlaydi. Yana u arodan biron hafta qo'yib turib, yana bitta suvlaydi, keyin 2 kiloga o'tadi slitrani. 2 kilo, 2,5 kilo qilib turib, tamom shu bilan keyin yopishadi. Keyin bu yog'iga faqat suvdan suv, haftasiga suv qo'yadi. Bitta biz O'zbekistonda tavsiya qilamiz, mana bunaqa bo'lganda, o'zi aslida mana bunaqa yong'oqdan shakli yong'oq atrofida kelganda Falgro degan tabletkamiz bor. Gibrlin tarkibi. Ana shularni tavsiya qilamiz. Hozir ayni kunda biz Bereket Agro kompaniyasining Infa-N o'g'itini simulyatorining azoti yuqori tarkibida 3 xil azoti bor. Hiproka degan kalisi yuqori o'g'itini simulyatorni yaxshilab badaniga tezroq singib kirib ketish uchun mana bu piyozlarda tukchalari borda, himoya tukchalari. Shuni osonroq kirib tezroq tarkibiga singib ketish uchun piyoz ichiga kirib ham suvni ham yumshatadi. Kilaylar tavsiya qilyapmiz. 4 xil kilay, Hiproka, Infa-N ham azot kerak. Piyozdan hozir bunaqa vaqtda mana ko'pi bunaqa qismi ham bor ekan, ham kaliy kerak. Falgro bersak, gibrlin ishiradi, uni kaliy bilan to'ldirish kerak. Shu munosabat bilan kilay, Infa-N, Hiproka, Falgro beryapmiz. Biz endi O'zbekistonda o'zimiz mana shunaqa holat. Endi bunaqa kattarib ketsa, dehqonlarimizga aytib o'tamiz, uncha foydasi yo'q. Mana bunaqa bundan sal kattaroq, bundan sal maydaroq bo'lgan holatda men aytgan 4 ta preparatni simulyatorda ishlatishingiz mumkin. Sizlar qanaqa rivojlantiruvchi dorilar berasiz? Shu agrobiyoximda Gibrelin bor, tabletka. Shu fungisid bilan shuni qo'shib Bioplostin degan dorisi bor. Kilay, siz aytyapsiz-ku hozir. Bizda shu agrobiyoximda nimasi bor? Bioplostin degan dorisi bor. Kilayda. Ana shundan fungisid, keyin Gibrelin qo'shib beramiz. Keyinsiga 25 degan gel bor. 25% azot, fosfor, kalisi bor. Geli bor. Shuni fungisid bilan opishib tayyorlab urishadi. Endi mana hozir havo qizidi, o'zi bular ertadan o'zi ishlashni boshlanadi. Ozuqalarni ham ishlatishni boshlatadi. Hozir ular ertaga slitrani berishadi 1,5 kilodan. Keyinsiga izidan nimani shu elementlarni fungisid bilan qo'shib bargdan berib suvni ochishadi. Bo'ldi aka, endi yaxshi niyat, xudo xolasa biz ham xohlimiz mana shu bizni urug'larimizni xarid qilgan xaridorlaringiz yuqori hosil olishini, barakali bo'lishini, narxlari yaxshi bo'lishini xudo xolasa inshaalloh. Buni qachonlarga sizlarda biz endi tez kelishimiz baribir masofamiz uzoq ekan, sal qiyinroq. Nasib qilsa qachonlarga bu uziladi aka? Biz qachonlarga kelib hozir endi hosillarni ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi? Hozir bir xil bor sizga aytib o'tgandaki, yagona qilgan nima qilganlar, birinchidan hozir mana dehqonga telefon qildim-ku, birinchidan 5-ga uzoq bilan 5-dan boshlaydi. Bular 20-aprelga tayyor bo'ladi. Biz hozir siz bunday ko'rib turibsiz, biz hozir oziqasini bersak 10 kundan keyin bu piyozni kelib ko'rsangiz ishonmaysiz. Misol 90% mana shunday bo'ladi piyoz. 90% ishonamanki mana shunday bo'ladi. Hozir oldi yaxshi yagona qilgan, chiroyli nima qilganlar 1-dan 5-gacha hozir oldingizda ham telefon qildim. 5-larga
100% bozorga chiqaramiz. Inshaalloh. Xo'jand bozoriga shu birinchiga xudo xolasa, birinchidan 5-chislog'a Xo'jand bozoriga, Panshayin bozoriga birinchi reys xudo xolab ketadi bozorlar. Bo'ldi, videolarni jo'natib turasiz. Birinchi, ikkinchida bizning tadbirlarimiz bor. Agar nasib qilgan bo'lsa, 10dami, 15dami uziladigan vaqtga kelib sizdan yana ma'lumotlar olamiz. Demak, mana bu piyozlarimizdan, unuvchanligidan, tag olishidan hozirgacha mana shu 23-martgacha bo'lgan holatida xaridorlaringizni, hamkorlaringizni munosabatlari yaxshi. Dehqonlar hammasi rozi, bu mahsulot yaxshi bo'lgan, hay ko'rib turibsiz. Dehqonlar biron xasi davosi yo'q, mahsulot kasaldan biron nima emas, vaqt soatda sepilgan. Xudo xolasa o'zi ertandan yana elementlarni berib, fungisidlarni berib ishlovni boshlaydi, xudo xolasa. Qadrli muxlislar, Tojikiston bo'yicha Shuhrat aka bizning hamkorimiz hisoblanadi. Bu akamizni Qumsangirda markazida o'zlarining magazinlari bor, ham ozuqalari, ham fungizidlari, umuman dehqonchilikka nima kerak bo'ladigan bo'lsa, ularni o'zlari bilan aloqaga chiqib ishlaringizni hal qilishlaringiz mumkin. Biz aloqadamiz, biz harakat qilamiz. Mana bu piyozlar sotilgandan keyin bizni savdo hamkorlarimizning natijalari qanaqa bo'ldi, qanaqa preparatlar qo'llashdi, nima yangiliklar bo'ldi, bizda nima yangilik, qanaqa farqlari bor, harakat qilamiz sizlarga ma'lumot bergani. Biz albatta qo'llab-quvvatlab like tugmalarini bosib kanalimizga obuna bo'lasizlar. Tojikiston masalasida endi bundan buyog'i ham tez-tez kelib o'rganamiz. Piyozlar qaysi payt ekilyapti, qanaqa bo'lyapti, ko'proq ma'lumot olishga harakat qilamiz. Shuhrat aka, sizga rahmat. Baraka toping ma'lumotlar uchun. Inshaalloh endi vaqtimiz ham kam qolyapti. Masofa uzoq. Ana Jumaboy akani ko'rdik. Shu to'tda videoga olinmagan dalalarni ham ko'rdik aka. Bizni shu siz orqali olingan xaridorlaringizni piyozlar yaxshi, norozisini ko'rmadik. Xudo xolasa shunday bo'lsin davomli. Nasib hosillar payti yana obunachilarimizga, muxlislarimizga shu barakali hosillardan ma'lumotlar beramiz inshaalloh. Rahmat, yana bir bor. Salomat bo'ling.